Uni tozalash ko'rsatkichlari yuqori samaradorlikni namoyish etmoqda. Zamonaviy texnologiyalar yordamida Chirchiq daryosi suvi yuqori sifatli ichimlik suvi darajasiga yetkazilmoqda. Ular uchun zamonaviy Grundfos nasoslari olib kelinmoqda. Shular haqida batafsil videoda ko'rishingiz mumkin. Bizani Qibraysi inshoti 1955-yilda tashkil topgan. Mana 26-yilgacha 70 yildan ortiq faoliyatini ko'rsatib, xalqimizga ichimlik suvini taqdim etilyapti. O'rtacha hisobda 150 ming kubometr ichimlik suv yetkazib beramiz xalqimizga. Hududimizda 83 ta yer osti quduqlarimiz bor, artezian quduqlarimiz. Shundan 68 tasi hozir o'z faoliyatida, hozir yer ostidan chiqqan suvlarni nasoslar bilan tortib olib turib, keyin yig'ma quvurlarimizga tushirib, ularni hammasini keyin xloratorniga jo'natamiz. Xloratornida suvni zararsizlantirib, vodovodlar orqali aholiga tayyor ichimlik suv qilib yetkazib beramiz. Bizda oxirgi marta quduqlarimizning nasoslarimiz 16-17 yil oldin yangi nasoslar qo'yilgan edi, Fluk kompaniya nasoslari. Hozir endi 16-17 yil o'tgandan keyin buni yangilash, reorganizatsiya, rekonstruksiya qilish masalasi qo'yilganda, shunda Prezidentimizning 1000 tadan ortiq nasoslar olinishi ham yetilgan edi. Shuning ichida bizani 53 ta nasos kelib shu yerga tushirildi. Grundfos kompaniyani nasoslari. Bugun biza birinchi nasosimizni reja asosida birinchi nasosimiz ishga tushirildi.